Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizdagi beton kesadigan apparatlarimizni obzorini qilib, bir boshdan tanishtirib o'tamiz akalar. Hozir katta beton kesadigan apparatimizni obzorini qilishdan boshlasak, akalar, bu apparatimiz Biotti firmasiga tegishli bo'ladi. 220 ga ishlaydigan 7200 quvvatga ega bo'ladi akalar. Relesi qo'shib beriladigan bo'ladi akalar. Bu rele nima vazifani bajaradi deydigan akalarimizga mana bu tishini betonlar qisib qolishidan saqlaydigan nimasi bo'ladi. Agar betonlar qisib qoladigan bo'lsa, avtomatik motorini o'chirish xususiyatiga ega bo'ladi akalar. Bunga qo'shib beriladigan kulchlarimizni ko'rishlaring mumkin. Qo'shimcha shlanglari, vozdixlari, xomitlari, har xil nasatkalari qo'shib beriladi akalar. O'zida shlanglari bo'ladi, kabellari bo'ladi akalar. 30 cm gacha bo'lgan betonlarni bemalol kesishga mo'ljallangan apparatimiz bo'ladi akalar. Bu kichkinasi bo'lsa 15 cm gacha bo'lgan betonlarni bemalol kesib beradigan bo'ladi akalar. Bunga qo'shib beriladigan shlanglar bo'ladi. Har xil ichidagi nasatkalari bo'ladi akalar. Buni quvvatiga keladigan bo'lsak, 3900 quvvatga ega 220 ga ishlaydigan bo'ladi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, buyurtma berishlaring mumkin yoki Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga kelib xarid qilishlaring ham mumkin akalar. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni unutmang.